Andijonlik bola taxallusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib boradigan insta bloger Muhammad Ali Mahmudovni Mosusramay o'la, vish qilmasdan yog'ini ko'tarib yur. Mol. bitta reklama narxini barchamiz birgalikda bilib olamiz. Andijonlik bolalar bo'lsa, bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Birgalikda bilib olamiz do'stlar. Ketdik, marhamat. Alo. Assalomu alaykum. Labay, assalomu alaykum. Muhammad Alining adminlarimi? Shunaqa labayki. Biz Qo'qondan telefon qilib turgan edik, do'stim. Aha. Reklamalarni bilmoqchi edik, post narxi, stories narxi. Xo'p, postimizda 1600, storyimizda $500 voqea bilan qilinadi. Ha, vayan qilib olinadi, to'g'rimi? Shunaqa. Nima qilishchi? Bir-biriga ulab qo'yib berish. Kollaboratsiyami? Aha. Postimizda kollaboratsiya bo'ladi. Ha, bo'ladimi? Bo'ladi, ichidagi. Ha, kelishadigan joylari bormi? Sal yo'lroq bor. Toshkent shahridami yoki viloyatga chiqiladimi? Yo'q, Qo'qonda. Qo'qonga bo'ladigan bo'lsa $2000 da, Toshkent shahrida bo'lsa 1600. Ha, Toshkent shahrida bilmayapti. Hmm. Ha, bo'ldi, tushunarli. Sizga aloqaga chiqaman, do'stim. Bo'ldi, yo'q bo'ladi. Ana aziz do'stlar, hammalarining guvohliginglarda biz andijonlik bola taxallusi bilan faoliyat olib boradigan insta bloger Muhammad Ali Mahmudovni bitta reklama narxini bilib oldik. Toshkent shahrida bo'lsa post narxi $1600 qilib belgilangan ekan, stories $500 ekan. Agar viloyatlarga bo'lsa $2000 post, $500 stories ekan. Sizlarda qanaqa fikr bor? Biz Muhammad Alining ijodiga omad tilaymiz, komandasiga ham omad tilaymiz. Qolaversa, andijonlik bolalar bo'lsa bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Like bilan gumbillatib paddeshga qilib turasizlar degan umiddamiz. Yashin Arziyo sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar.